Sanjar Akimovdan savol kelib tushibdi. Demak, sutkada 3,5 mingta aritmiya bezovta qilar ekan. Bu hayot uchun xavfli emasmi? Demak, aslida agar biz xavfli yoki xavfsizligini aytishimiz uchun aritmiyani xarakterini o'rganishimiz kerak. Agar 3,5 mingta aritmiyangiz kun davomida bir donadan chiqayotgan bo'lsa, bu xavfsiz aritmiya. Bundan xavotir olmasangiz bo'ladi. Demak, bu sizni hayot sifatingizni pasaytirishi mumkin, lekin hayotingizga qandaydir bir xavf solmaydi. Ikkinchi momenti, aritmiyangiz 3,5 mingta, lekin ba'zi bir holatlarda yakka emas, bir chiqqanda 4 ta, 5 ta sirazu chiqib qolishi mumkin. Biz bu narsani qorinchalar taxikardiya epizodlari deb ataymiz. Demak, mana bunaqa holda bu xavfli bo'ladi. Shuning uchun aritmiyani soni aritmiyani xavfli yoki xavfsizligini bildirmaydi. Qay darajada bemorni bezovta qilishga qarab. Demak, biz buni Holter tekshiruvida ko'ramiz. Agarda bemorda 30 mingta aritmiya chiqdi, lekin hammasi bir donadan chiqsa, bu xavfsiz aritmiya guruhiga kiradi. Agar bemorda 3 mingta aritmiya chiqib, men oldin aytgandek, demak, bir chiqqanda 4 ta 5 ta ketma-ket chiqib, qorinchalar taxikardiya qisqa epizodlarni namoyon qilsa, demak, 3 mingta chiqqan aritmiya 30 mingtaga nisbatan xavfliroq bo'ladi. Shu uchun demak, xavfsizni albatta doktorga murojaat qilish kerak. Aritmologga xususan, aritmolog sizni Holteringizni o'rganib chiqib, sizga aniq javobini aytadi.